Bu savsavni tutib olgan turib, o'zining savsavni tutib olganligini bilmaydi hamda shu kechda. Savsav qani deb so'ragandan keyin Lüybu'nun pəm bilan savsavni qapqan dəstici. Yaxşımısınızlar dostlar? Undaq bo'lsa biz uch padişahlıqni yana davomliq so'zlab ketdik. Endi savsav qo'shin boshlab Yenroni tortib olish uchun Lüybu besib olgan o'zining zimini qaytdi. Qaytgandan keyin bu endi tortib olish uchun Sepilga shunda tigish qilib baqidi. Ammo Lüybu Sepilning ichida shaharni saqlab yetib olganligi uchun endi bu savsav har qancha tirishibmi buningki natijasini chiqarammaydi. Yani Lüybu'ni mag'lub qilolmaydi, shahar sepillarni ololmaydi. Chunki hamda har bir u vaqtlarda har bir mushu nahiyaninki bo'lsin, yezlargacha hatto mushundaq sepil, tomlar borda shaharni qo'g'dash uchun qilingan. Demak, Lüybu allaburun shaharni tortilib ichiga kirib olgandan keyin shaharni qo'g'dash hamda oson tushdi buning. Shuning bilan savsav bir ikki qatam tegish qilib ololmay, yana keyini yenib ketdi. Yani o'zininki qilib qolgan şu nahiyelarda demini aldı da. Hem demini elip bu Lüybu'nu qanda betrab qilish to'g'riliq besh qitib turgan vaqtida buningga bir maktub kelib qoldi. Endi bu maktubda qanday mazmun yozilgan degan vaqtda shu Puyangchong, ya'ni Yanzhoudagi cho'ng bir shaharninki nomi hamda Awad sodlarına ait yaxshi cho'ng bir shaharda. Shu Puyangchongdagi bir bay kishi, yani 100 obro'yi bor martabali kishidan birisi, yani Tian familiyalik bu kishi. Savsavga yozgan maktub. Ham nim degan desa maktubninki shu mazmunida işte Lüybu bizning zaminimiz bisib oldi. Men sizga ichidan moslashib birman, ishni ichib birman. Siz tuyuqsizlar shaharga kirib olib, qo'shin boshlab kirib, Lüybuni mag'lub qiling degan bir xat navbatgandan keyin savsav nihoyat qo'shib keldi. Endi Lüybuni yo'qolgan fursat keldi. Biz shahar qo'rqidan kirib olsaqlar, Lüybular tuymagan vaqtdan foydalanib berib, ularga zarb berib, ularni yo'qotib o'tamiz deb planning no'jisini tuzdi bu. Amaliyotda bu Chingongning Lüybuga ko'rsatgan pistirmig'i dastish, ya'ni savsavni qapqonga dastish amali. Endi bu amalni qanday topgan degan vaqtda bir qatim Lüybu bilan savsav tutishib baqdi. Tutishib baqgandan keyin savsav mag'lub bo'lib qochgandan keyin Lüybu buning keyindan qo'g'lamoqchi bo'ldi. Buni yo'qotmoqchi bo'lgan vaqtda Chingong buni to'xtatib oladi. To'xtab tur. Keyindan qo'g'lab basaq biz bekturmay uchrab ketishimiz mumkin. Savsavning qo'shini jiq. Kang dalada siz uningga raqobatsiz bo'lolmaysiz. Eng yaxshisi biz shaharni saqlab amal topilay degandan keyin qanday qilamiz hamsa vaqtida bir taraf qilsak bo'ldi bu ishni deb u yoqni o'ylab, bu yoqni o'ylab, oxiri Chingong o'sha amal o'ylab topdi. Ya'ni bu yan shahardagi eng dangliq kishini, 100 obro'y kishini tepib, shunga yordam so'raydi. Yordam bermasa, qistaylar buni. Shu nomini yozg'izlaymi, shunda xatdan buni yezib, shahar sepilni ichib birdigan qilib, biz bekturni qo'yib, shahar sepilda qo'shinni yushirib qo'yamiz, savsav shaharning ichiga kirgan aman biz chiqib tutib olamiz deb bulamanda planni tuzdi. Endi Mishnondillar biz Chingong'niki nihoyat aqlli ekanligini bilib olsak bo'ladi. Nihoyat jangga moyir, iqtidorli kishi bu. Biz Chingong'ni ayrim so'ziga vaqtdimi degan. Demak, agar Mishada Chingong bilan Lüybu birlashdi hamda. Nurg'un vaqtlarda Chingong ajoyib no'j amallarni ko'rsatsa, Lüybu anglamaydi. Agar Chingongning deguno'ch qilgan bo'lsa, Lüybu boshdan oxir buning gapini anglagan bo'lsa, balkim Lüybuning oqibati undoq nachar bo'lmaydi. Xili yaxshi turmush kechiradigan, xili yalan so'raydigan odam bo'ladi. Lekin Lüybuning bir kamchiligini bilsa, Chingongning gapini asosan anglamaydi. Ba'zida anglab qolmasa, nurg'un vaqtda o'z oldiga qaror chiqarib oladigan yer bo'ladi. Endi mushu qatam u Chingongning gapini anglaganligi uchun haqiqatan plan amalga oshirdi. Savsav degandek shu kun deyishib qo'ygandek ma'lumotda kechisi kelib, qo'qning oldiga kelgandan keyin qo'qning ishi ichildi. Savsav qo'shinni boshlab kirsa, shaharning ichi quruq, hech qanday odam yo'qdi. Shuning bilan bu jimjitlik qaratib savsav cho'chiydi. Apla, qapqon tushibdi emas. Bu shahar bunda jimjit bo'lganning o'zi cho'qim Lüybu bilan Chingong qo'shinlarini yushirib qo'yib bizni shunda qapqon dassetdi deb bo'g'cha Lüybu qo'shin boshlab chiqib har tarafdan vaqirab savsavni tirik tutayli deb vaqirab buni qo'rshib oladi. Savsav o'ngga minib boqadi, so'lga minib boqadi. Faqat qocholmaydi. Urushib boqadi. Amal yo'q. Shu qo'shinlarni tashlab ayrim qilib qoldi. Ayrim qilib shu shaharning ichida urush bo'lgan vaqtda o't ketdi hamda. O'tlarning orasida yurib, bir yerlarni kuydirib degandek qochib yurib, oxiri bu shu keyindan bir kishiningki qo'g'layotganligini ko'rdi.
Hem bu qo'lg'onlarning ichidagi eng belgilik, ya'ni tilga oldig'imiz kim degan vaqtda Lübu. Ya'ni Lübu o'zi yugurib savsaning keynini qo'g'laydi. Degandek, savsani tutib oladi bu hamda. At qo'g'lab ketib berib, savsani tutib olgandan keyin savsani bir uribla yoy tushirib o'tadi. Shuning bilan bu savsani tutib olgan turib, o'zining savsani tutib olganligini bilmaydi hamda shu kechda. Savsav qani deb so'ragandan keyin u savsavmi ya chandurmasdan savsav oldi qarab qichib ketdi degandan keyin Lübu uni bilan kor olmay tashlab o'tiblar. Savsav ko'rsatgan tarafga qarab yugurib ketib qoladi. Savsavninki Lübu bilan bo'lgan mushi hikoya ajoyib qiziqarli, kulkili hikoya. Hamda bu kino chiqmaydi, lekin shu Lübuning yeniga borgan vaqtda buni hikoya qilib so'zlab berdi. O'ziniki naqadar dötlikini his qilolmaydi demişdi. Demak, u savsani oldi burun tutib olgan odam, uning oldida nurg'un qatim savsani o'rdida ko'rib boqqan odam savsani tuniy olmay, savsaning o'zidan savsav qanday deb so'raydigan gap. Shuning bilan savsavni chandurmay darhol Lübuga boshqa yan ko'rsatib, Lübuni yugartib qochirib o'tdi, ondan o'zi keyniga yenib, qochib qutulib bargohiga yenib keladi. Unda bo'lsa savsaninki Lübuninki qiltiqiga tushish hikoyasini mushinchilik so'zlab turli. Uch podshohlikdagi shu kishilik munosabat, egilik tiklash, tijorat, savdo, jahondorchilik bilimlarini darslik holatda anglashib qolsanglar, aslida ularni bassanglar, men tayyor so'zlab qo'ygan darslik bor, kirib anglashsanglar bo'ldi. Agar do'stlarning ichida so'zlash qobiliyatimni yuqori ko'tarsam bo'ldi, gap qilish mahoratimni oshirsam bo'ldi, nutq mahoratini o'rgansam bo'ldi deb qolsanglar, bizningki maxsus qo'zg'atilgan nutq o'rgatish turimiz bor. Bu turda shu nutq risolasi deydigan bir materialni suv qilamiz, o'zimiz tuzib chiqqan nutq o'rganish yordamimiz. Shu orqali siz sistemli nutq o'rganaysiz, so'zlash qobiliyatingizni oshira olasiz. Agar buningga ehtiyojinglar bo'lib qolsa, ayrim xona uchur qilsanglar bo'ladi.